Giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasi bugungi kunda jamiyat xavfsizligiga jiddiy tahdid solayotgan dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Bu illat nafaqat inson salomatligiga zarar yetkazadi, balki jinoyatchilikning ortishiga, ayniqsa yoshlar orasida nosog'lom turmush tarzining kengayishiga sabab bo'ladi. Shu bois mamlakatimizda narkotik moddalar savdosiga qarshi kurashishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining chegara qo'shinlari va Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda katta miqdordagi narkotik moddalar to'xtatib qolindi. Xususan, 2003-yilda tug'ilgan shaxs va 1998-yilda tug'ilgan fuqaro davlat chegarasini noqonuniy kesib, qo'shni respublikadan mamlakatimiz hududiga o'tgan vaqtlarida qo'lga olindi. Qonunbuzarlarga tegishli ikkita sport sumkasi ichida jami 25 dona o'ramda 4 kilogramm 884 gramm opi va 19 kilogramm 863 gramm gashish moddalari, shuningdek 380 quti tamaki mahsulotlari borligi ma'lum bo'ldi va ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Hozirda narko kuryerlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 223, 246 va 273 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu kabi holat Surxondaryo viloyatida ham qayd etildi. Chegara huquqat xizmati harbiy xizmatchilar tomonidan aniqlangan ashyolar bo'yicha konstitutsiyaviy ko'zdan kechirish tadbirlarini amalga oshiramiz. Sizning rangli matoda sariq suruchga urilgan tashqi tomondan qattiq ochib bo'lamiz. Ichki rangli, mutkil hidli, giyohvandlik moddasiga o'xshash modda. Davlat xavfsizlik xizmatining viloyat boshqarmasi xodimlari va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari hamkorligida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida Afg'onistondan kontrabanda qilingan narkotik moddalar ashyoviy dalil sifatida olindi. Mana shu olib o'tilgan giyohvandlik vositalariga tegishli Jumladan 1978, 1981 va 2004-yillarda tug'ilgan 3 nafar shaxs davlat chegarasini buzgan holda avtomobil g'ildiragi kamerasi yordamida Amudaryodan suzib o'tgan vaqtlarda tezkor guruh tomonidan qo'lga olindi. Tekshiruv jarayonida ularning yonida bo'lgan xaltalar ichida sof og'irligi 2 kilogramm 708 gramm opi va 8 kilogramm 257 gramm gashish moddalari borligi ma'lum bo'ldi. Aniqlanishicha, narko savdogarlar giyohvandlik vositalarini kerakli manzilga yetkazib berishlari evaziga kuryerlarga har 1 kilogramm yuk uchun 200 AQSh dollari miqdorida pul va'da qilishgan. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 223 va 246 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda.